Hozir men bunga e'tibor beringlar-da mana. 3 kun oldin qo'yilgan mana bu video 1.700.000 urib ketgan ohu somsasi mana. Hazildan aka shaxsan o'zlari bo'ladilar. 3 kun oldin qo'ygani 1.700.000 urib ketgan-ku. Aynan ana shu ohu somsaga kelganmiz hozir. Qashqadaryo shahri Savzdamiz. Qashqadaryoga kelib turib mana shu ohu somsasidan yemasangiz, yurgan ekansiz-da, jigar. To'g'rimi, nima dedingiz? To'g'ri, buni yemabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Somsa yeysiz, yana deysiz. Nima deysiz? Men Toshkentdagi olot somsaga o'xshatdim. U olot somsa duxovkada pishiriladi. Lekin bu yerda tandirda pishirilar ekan. Hozir mazasini ko'ramiz. Tandir baribir tandirda, duxovka tandir baribir. Somsa baribir tandirda pishish kerak-da. To'ppa-to'g'ri. Endi shuni aytmoqchi edim, to'g'rimi? Yana to'ppa-to'g'ri, lekin bitta narsani aytib ketish kerak. Yani oxu somsa yemay qo'ymanglar, duxovka pishgan ekan deb. Yeringlar, uni ham gashti boshqacha. Lekin tandirga kelmaydi ba'zi. Tandir baribir boshqacha. Qashqadaryo